Tuğluq Tümerxan, Abduvali Ali. 8-ci bab Əmir Qəməriddin Doğlat. Yerga tushgan sayisimu, tashlagan har bir poya qadamlarmu o'xshash bo'lgan odamlarning taqdiri ko'pincha hollarda bir-biriga o'xshash bo'lib ketmaydi. Ba'zilari yuqur o'rlab manganlikdan arshi a'lodagi jannatga kiradi, ba'zilari tuvanga qarab manganlikdan taqsirotdagi do'zaxga kiradi. Xotiramdan milodiya 1357-yili qish. At yilidagi Qurban Hayitining Arafat kuni poytaxt Almaliqda yuz bergan jama masjidiga o't qo'yish voqeasida garchi dushmanlar Chag'atay xoni Tuğluq To'mirni qaslab o'ldirish maqsadiga yetolmagan bo'lsa-mu, ammo Qashqar naibi Ulusbegi marhum Amir Bulaji Doğlatning cho'ng inisi Amir To'lak Doğlat boshliq 700 musulmonning o'tda kuyib o'lishiga sababchi bo'lganlikdan aslida bu voqea bilan boshdan oyoq chetishligi bo'lgan Amir Qəməriddin Doğlat o'zining xavf ostida qolganligiga ko'zi yetdi-da darhol qochmoqchi bo'ldi. Biroq poytaxt Almaliqning cho'ng kichik ko'chalarining hammasi degudak Toshtemir Bahodirning yasovul turg'avotlari tintib yurganligidan shahardan damalliqqa chiqib ketolmadi. U qatallar popi pasxalisining tirik qo'lga tushganligini anglab qattiq iztirob ilkiga tushdi. Shuning bilan Almaliqning xilvat ko'chalarining eng ichkarisidagi vayron bo'lgan bir uyga yoshirib oldi. Ammo qanday qilish kerak degan o'y uni zodila arom toptirmadi. U kun bitish tarafdagi sulduslarga qechishni o'yladi. Biroq pasxalisning hozirgi ahvolidan xabar topmay turib qochganning nima foydasi? Uni o'rdining obxonasidan chiqib ketish kerak. Hech bo'lmadi deganda uni ujuqtirib tashlash kerak. Obxona, ya'ni zindon, turma, qamoqxona deganni bildirdi. Abdurdim. Shunda qilgandila, andin bu voqeadagi o'ziga chetishlik bo'lgan yip uchini uzib tashlag'ili, hamma mas'uliyatni ashu qatallarga artib qo'yg'ili bo'ldi. Biroq Chag'atay saltanatini ashu qatallarning yordamisiz qo'lga ilish mumkinmi? Hozirgi vaziyatda Pop Pasxalisining Tuğluq To'mirxonning qo'lida bir kun bo'lsa o'shuq turishi o'ziga zo'r xavf olib keladi. Biroq hozir u xonning qattiq muhofazat choralari ko'rilgan o'rda obxonasida o'ltiribdi. Uni bu obxonadan qanday qutuldirib chiqish kerak? Uning o'rda obxonasiga kirishi u yoqda tursin, hatto ko'cha-ko'ylarda oshkora yurishimi intayin xatarlik. Amir Qəməriddin mushu xiyollarning vasvaschiligida yurgan kunlarning birida kutilmagan bir fikr uning o'yiga keldi. O'rda obxonasining hozirgi zindonbegi Busaqbek Amir Qəməriddin Doğlat Chag'atay o'rdaxonasida xizmat qilib yurganda uning shafoati bilan o'rda obxonasiga qarovul begi bo'lib o'rinlashgan edi. U nafsi bala pulni ko'rsa otasini setib etishdan yanmaydigan ochko'z odam edi. Uning mushu tabiati Amir Qəməriddin Doğlatqimi nihoyatda xo'p keladi. Shunga u darhol o'rda zindonbegi Busaqbegning uyiga berib, uning bilan ko'rishish qaroriga keldi. Amir Qəməriddin shu kuni qarong'i tushkuchilik bo'lgan orliqda o'zi yo'shirinib olgan heliqi vayroni uydan taloqi chiqmadi. Chunki Almaliqdagi musulmonlarning ko'pi uni taniydi. Shunga u toki al-yatqu bo'lganga qadar heliqi uyda yo'shirinib o'ltirdi. Kechada yuz ko'zlarini yog'liq bilan mahkam o'rab, zindonbegining uyiga keldi. Zindonbegi Busaqbek Amir Qəməriddin Doğlatni ko'rib, ko'zlariga zodila ishonmasdan uningga chakchiyib bir hazog'icha qarab qoldi.
Taşdemir Bahadır'ның yasavul turgavutları onu tutuş üçün hazır hemmeli yerini temiz qılap, tintip, izlep yürüşken bir çağda Cami mescidiga ot qo'yish vaqasini planlovchilardan birisi bo'lgan Amir Qamariddin Dug'latning ko'z oldida paydo bo'lishi uni to'limi hayron qoldirgan edi. Shunga bakmi qo'rqib ketdi. "Do'stim, men sana ishinib keldim", dedi Amir Qamariddin Dug'lat uningga so'zlashga fursat bermasdan. "Xalsang menga yordam qil. Xalsang meni o'z qo'ling bilan tutib, xonning oldiga olib bergin." Uning bu so'zlari zindon begini texmi qo'rqitibdi. U Amir Qamariddin Dug'latga ko'zining quyruqida qarab qo'ygandan keyin, "Bey janoblari, gapingizni zadili tushunolmadim", dedi. Qatallar planlagan cami masjidiga o't qo'yish vaqasining men bilan qilchilik aloqasi yo'q. Sen ishonamsan, ishonmamsan, o'zingning ixtiyori. Darvaqa qatallar meni o'zlariga tartib baqqan bo'lsa-mu, ammo men ularning sepiga zadili qatnashmadim. To'g'liq Temirxon menga endi avvalgidek ishonmaydi. Shunga meni o'rdadagi xizmatimdan haydab, maosh ta'minotimni uzib tashladi. Bana tirikçilik, maishat kerak. Hala bugün senin aldığın boyun qısıp kelip turibdi men. Janabingning bizning avvalgi do'st birodarligimizni nazar e'tiborga ilib, menga kichkina bir ish qilib berishingni iltimos qilaman. Meni hech kim ko'rmasin, ham bilmasin. Zindon begi Bo'saqbek bu chaqda javob bermasdan uningga shubha bilan qarab turadi. Amir Qamariddin Dug'lat yana so'zini davomlashtirdi. Ordadagi xizmatimdan xuddi qiyri turibdan bezar bo'lgandek bezar bo'ldim. Shunga sening qishingda ishlay deb keldim. Zindon begi uning o'ziga qilgan yaxshiliklarini esiga elib, bir necha kundan keyin uni o'rda obxonasiga qarovullar boshlig'i qilib tayinlashga va'da berib edi. Amir Qamariddin darhol tizilib o'ltirib uningga yolvordi. "Sadig'an ketay, meni hatto hozirning o'zida boradigan joyim yo'q turibdi men. Meni obxonning o'zida qarovulmi yoki boshqa vazifaga tayinlab qo'ygan." Zindon begi oxiri uni obxonining eng ichidagi muhim mahbuslarga qaraydigan zindonga qarovul qilib belgiladi. Hamda uningga bu yerning javobgarligining intayin og'ir ekanligini, bu yerdagi zindonda Almaliqdagi musulmonlarning jami masjidiga o't qo'ygan bosh jinoyatchi Pasxalis degan popning qamoqliq ekanligini, shunga nayda ehtiyot qilmasa zodi bo'lmaydiganligini chekilab topshirdi. Bu gapni anglab Amir Qamariddin Dug'lat uni "Men o'z qo'lim bilan bo'g'ib o'ltirmasam, musulmon bo'lmay ketay. U biz musulmonlarning eng ashaddiy dushmani" deb anit qasam ichgan bo'ldi. Katolik popi Pasxalis o'rda obxonasining eng ichkarisidagi zindonda put qo'llari kishanlangan holda munglanib o'ltiradi. Birdilla zindonning eshigidagi zanjir shiriqlab eshik qiya ichildi va uning qulog'iga "Pasxalis janoblari" degan tonish bir ovoz eshitildi. U beshini ko'tarib o'rnidan qo'pishga harakat qildi. Biroq zindonning tosh temiga qiqib kirgizilgan temir qo'ziqdagi halqiga o'tkazilgan zanjir o'rnidan turishga imkoniyat bermadi. Ular zindonning eshigining ikki tarafida turib so'zlashdi. Zindonning qichish to'g'risidagi maslahatini pishirib bo'lishiga zindon begi avatgan qarovul yetib kelib, Amir Qamariddin Dug'latni boshlab chiqib ketdi. Zindon begi uningga ati atdiganda o'rda turg'avotlarning amiri Taşdemir Bahadırning o'rda obxonasini tekshirish uchun keladiganligini xabar qildi va uning hayotining xavf ostida ekanligini aytdi. So'zining oxirida "Endi qanday qilamiz?" dedi Amir Qamariddin Dug'lat uningga. "Men o'z taqdirimni sening qo'lingga topshirganligimni boshida senga aytgan edim.
Mening javobim hali ham shundoq. Xohlasang, mana men oldingda turibdiman. Tutib zindonga tashlasangmi, hargiz yo'q demayman, deb javob berdi. Amir janoblari, meni nima ko'ryaptilar? Dedi zindon begi Po'saqbek uduqqinidim. Sizlar bu yerda turaversizlar. Ular baribir sizlarni tunib bilishidi. Shunga mening maslahatim, sizlarning o'zlarini bir yoqqa olganlari tuzuk. Sen meni shahardan chiqib ketgin demoqchimi? Shahardan qanday chiqib ketgili bo'ladi? Bu oson. Men hozirning o'zida sizlarning qo'llariga xat tutib beraman. Yo'lda sizlarni hech kim tekshirmaydi va sizlardan hech kim shubhalanmaydi. Sizlarni xatdan qochib qutula oladilar, bizmi xotirjam bo'lamiz. Mundaq bo'lsin. Ma'qul undaq bo'lsa. Sen menga xat tutib bergin. Amir Qamariddin Dug'lat zindon beki tutib bergan xatni qo'lga elib olgandan keyin uningdan ati sahargacha o'zining hozirgi ishida qilishni iltimos qildi. Zindon beki darhol ma'qul bo'ldi. Vaqt yerim kechidan oshgan. O'kar yulduzi ko'k qarga chiqqan paytda birdilla Kaygansay tarafdan anglangan 10-20 itning qahrlik ovozi bu dal-daraxtsiz keng dash cho'lga yeyildi. Dastlabda Olmaliq shahrining kun bitish tarafidan anglanayotgan itlarning havshigan ovozi bara-bara shaharning kun chiqish tarafiga qarab yo'tkilishga boshladi. Jon jahli bilan qahrlik qarayotgan itlar to'pi shahar sepilidan paydan-pay yiroqlashib, poyonsiz ko'k dalaga chiqdi. İşçilar topuning arasida putlarni atlarning ikki biqiniga qisib, qo'llardagi qamchilari bilan ikki yon tarafidan tishlash uchun hadab etlib kelayotgan g'aljir ishlarning kalla boshlariga urib, o'zlarini qo'g'dab qechib kelayotgan otliq ikki odamning soyisi yurtuzliq tunda g'uva ko'rinmoqda edi. İşçilar ularni o'rib olgan bo'lsa-mu, ya atqa, ya atning ustidagi odamga eg'iz sololmayotdi. Ularning arasidagi ba'zi bir yamonroqlari uzangiga yiqilishib, atning ustidagi odamning paqalchoqlariga eg'iz solmoqchi bo'lsa-mu, ammo beshiga zahardek qattiq tekkan tasma qamchining zarbida o'zlarini chetga tortishga majbur bo'ladi. Heliqa atliq ikki odam shahardan alahazal 1-2 chaqirim uzaganda ishchilar o'zlarining eng oxirgi g'ayratlarini ishga solishib, atliqlarga jon jahli bilan yepishdi. G'azablangan atlarmi quyruqlarini ko'tirishib, o'ynoqlab bo'lishig'ich chapdi. Atqı minib olgan heliqi ikki odamlarning teqimiga qistirib olgan pashmatlarning pashlari shamolda ikki tarafga xuddi qushning qanotidek yeyilgan edi. İşçilarning qattiq hujumi, atlarning quyundek tiz chepishi atliqlar uchun to'limi xatarlik edi. Chunki mundaq holatda at ustidagi odamning yiqilib tushib, g'aljir ishlarga yem bo'lib ketish xavfi bor edi. Biroq ular bunda xatarlik ahvoldan har holda o'ngishli qutulib ketishdi. Atlarning quyruqiga xuddi budushqaqdek yepishib olgan g'aljir ishlar atlarning qattiq tepishi bilan ingaklari cheqilib, o'lar holatda echinishliq kangshib, orqasiga yiqilishdi. Atliqlarning pashmatlarining peshidan tishlab eslib kelayotgan ishlarmi beshiga qattiq tekkan qilishning zarbisida beshini yerga surkigunicha qechishga majbur bo'ldi. Natijada atlarning quyruqidan uzulingan bir tutam quyruq qili bilan atliqlarning pashmatlaridan peshidan yirtilib uzilgan 1-2 parcha latidan boshqa hech qanday ziyon ko'rilmadi. Keyingi hujumda og'ziga tepik yegan, beshiga qamchi tekkan itlar amdi qahrliq qavashning o'rniga g'ingshib, xirildishib, yiroqda qelishdi. Qatal popi Pasxalis qarovulni o'ltirib etib, zindondan qechib ketibdi degan xabarni Tashtimir Bahodir anglab, ancha jiddiylashib ketmadi. Qashsa qechiversin. Bunda qattiq suvoqda qechib nagimi bora olasin? Qashqunni keyindan qo'g'lab atlarni hardirish ajassiz. U muzlab o'lmagan taqdirdimi och qilib o'zi tugishib ketadi.
Taşdemir Bahadır muşu sözlerini kılıvatkan peytdə Əmir Qəməriddin Doğlatның yardımı bilen Toğluq Tümirxanның Abxamistın qaravulunu öldürüp keçip çıqqan katolik popi Pasxalis Əmir Qəməriddin Doğlat nədindir tepip yedilip kelgen atqı menip, onun keynidin menip, Turğavutlarının təqibidin qutulğandın keyin, yana xuddi say tülkisidek özlerini qalcır işlerinin qurşağıdın közünü yumup aşkıçılık bolğan arlıqda qutuldurup, bir bayan kök dalada közdün gayip boluşdu. Qattiq şıvırğanlıq qish ayları. Candan ötüdüğən açıq soğuq şamal asman ziminni aq qar bilen toldurup, qulaqni yarğıdak vijildap yıqıraydı. Amma Qəməriddin Doğlat bilen katolik popi Pasxalislar Taşdemir Bahadırның Turğavutlarının təqibidin qutulğandan keyin sahrada yoşurnup yürüşken bir bölek adamlarını ilip, yet su tarafki qarab keçip, Qarpız bilen kaplanğan Moyunqum çölliginin şimali chetidagi Çu daryasının buyuğa joylashgan Moyunqum quduqiga kelib oldi. Ular bu yerda bir mezgil yoshirnib turib, qiyim xatar o'tib ketgandan keyin kun petishdagi Qizil O'rda degan yerda yashaydigan Sulduz qavmini panoqlab, qish qurumdagi qattiq so'qoqqa qaramasdan yana uzoq safarga atlandi. Ularning Moyunqum çölünün mana muşundaq egizbas qum barxinini besip, şorluq dalada əgri-bügri ösken pakar zak söksöklərinin arasında yürüvatqınığa xeyli günlər bolup qaldı. Qum barxini arasındaki yan bağırlarga, azgallarga, şorluq dalaga yumşaq qar aq gelen bolup yiyilgan idi. Kişiler yer cahanni pərq ətkili bolmaydıgan, qar şıvırğan içide aldırap ketvataddi. Atlarmı çarçıgan, tögülermi çarçıgan, şıvırğan ularının bişida tinmasdan uşqırtaddi. Şıvırğanның avazı bəzide şiddet bilen nari tartib hücumğa ötüvatqan bahadırlarının avazıga oxşsa, bəzide düşman sepidin toxtavsız uçup ketivatqan oqlarının adamni şürken duradigan vıngıldaşlarga oxşap qalatdi. Uzun yol yürüp hargan at ve tögiler dövülnüp qalğan kültük qar ve aqar qumga petip gelip eğir hasır etdi. Atlar pat-pat kişnep, tögeler içinişlik bozlaydı. Şiddetlik şıvırgan, Moyunqum çölligini kaplagan appaq qarlarni elə uçurup asmanğı tozulsa, elə uçurup kelip azgallarni tindurup, bir pasning içidila töpdüz qilib tekşilep qoyapti. Hava aqırıp görüngen yirak ufukda bir bayan asman bilen zimin goya iştik bıçaqda qaq o'ttirsidan kesip taşlanğandek tekşi ayrılıp turatdi. Qavat qum dolqunları arasındaki qum barxini ancha egiz bolmusumu, biroq aqar qum nihoyatda bo'sh va yumshoq bo'lg'achqa bir qadam oldiga dassa, ikki qadam keyniga ketib, adamni o'ng'ayla hardirib qo'yadi. Şuna Əmir Qəməriddin Doğlat başlap manğan bu karvanның sureti ilgirgiden xilala astılap qilivatqan idi. Bir-biriga tutuşup ketken qum dolqunları ve ularning arasındaki qum barxini zadili tügümaydigandek bir qadamda bir uçrap turadi. Amma ular üçün kun petishdiki Sulduz qavmi yaşaydigan Qizil O'rdaga qarab davamlıq ilgirlap mangmashdan boshqa yo'l yo'q edi. Ular Çu daryasi bo'yidagi Janqurut quduqiga yetib kelganda Şıvırğan allaqachon to'xtagan edi. Bu yerda Sulduzlarning bir avuli bar edi. Avuldagi tutash tikilgan gumbaz shakllik aq uylar Yirakdan çoqçuyup görünüp turadi. Avulga yıqilishib kelivatqan karvanның tivişini avuldaki adamlardan burun anlagan sazgür padichi işleri qahir g'azab bilan qavaşqinicha etilib chiqishdi. İşlarning qahirlik qavgan ovozini anlab, Sulduzlar uylarning ishigidan chiqib, harg'inlik va ochliq azobidan qiynalib,
daldanışıp aran dastlap kelivatkan bu adamlarga şübhelik qarışıp turdi. Avulning aqsaqali yaşınıp qalgan bir çal bolup, qo'llarini ko'ksiga qo'yib, ularga salom qildi. Harmag'aysizlar, hurmatli qo'noq, sizlarni nadan so'raymiz? Qandaq mangdinglar? Biz Mo'g'ulistondan sizlarga qo'noq bo'lib kelyapmiz, hurmatli aqsaqal. Bizlar uzoq yo'ldan keldik, hardiq, ochdiq. Bizga azroq yeyidak narsa beringlar. Maqdurimizga kelib olaylik, dedi Amir Qamardan Do'g'lat iltijo qilib. Pah, sizlar mushu mengishinglarda rastulla Mo'g'ulistondan kelishinglarmi? Ohoy, Mo'g'ulistondan qachon yo'lga chiqqan edinglar? deb so'radi aqsaqal tamog'ini chaqildatib turib. Shu chaqlarda Chag'atay mamlakatining g'arbida yashaydiganlar o'zini Chag'ataylar deb atsa, mamlakatning sharqida yashaydiganlar Mo'g'ul, ularning yerlarini umumlashtirib Mo'g'uliston deb ataydi. Ya, hurmatli aqsaqal, biz Mo'g'ulistondan beshimizni ochqib ketganga saq 1 yildan oshdi. Hozir biz Chu daryosi bo'yidagi Mo'yinqum degan yerdan kelyapmiz. Mo'yinqum? Voy, shunchalar keng ham o'g'ri qaroqchilar makonlashgan Mo'yinqum cho'lini qandoq besib o'tgansizlar, ha? Aqsaqal chalning qizirib yashang'irgan ko'zlarida hayronlik ilkida qoyil bo'lgandan shakllangan hurmat tuyg'usi jilvinib turadi. U bu odamlarning mushunda qariqishning jiddiy oylardagi qattiq shivirg'anliq sovuqlarga bardoshlik berib, o'g'ri qaroqchilar makonlashgan poyonsiz Mo'yinqum cho'lligini besib o'tib, sulduz eliga yetib kelaliganligiga haqiqatan qoyil bo'lgan edi. Aqsaqal yenidagi odamlarga bir nimalarni aytib chekilgandan keyin Amir Qamardan Do'g'latning peshidan tortdi. Hurmatli qo'noq, o'tavimizga marhamat qilgaysizlar. Avval bir oz deminglarni alg'ash sinib olinglar. Ondan simiz at besilgan 5 barmoqdan to'yg'ichi yeb, mag'durlarga kelib olinglar, dedi yaqinliq kulimsirab. 5 barmoq tamoqning ismi, cho'pning bir turi. Yerib charchab holidan ketgan bu odamlar zak o'tunning istitaklarga to'lgan issiq uyga kirib, gullik shirdoq ustiga o'zlarini etishdi-da, laydak erib uyqu daryosiga g'arq bo'lishdi. Katolik popi mahbus Pasxalis eng qattiq ehtiyot choralari ko'rilgan O'rda obxonasidan qarovulni o'ltirib etib qechib ketganlikdan jami masjidiga o't qo'yish voqeasiga munosabatlik birdan-bir yip uchi shuning bilan uzilib qoldi. Uning ustiga katoliklarning Almaliq yeparxiyasining episkopi kardinal Richard bu voqea yuz berishdan bir necha kun ilgari Muqaddas Rim papasi Avengonluq Gerogoriyning buyrug'i bo'yicha Vatikanga chaqirib olingan bo'lg'ashqa, Amir Qamardan Do'g'latning bu ish bilan bo'lgan chetishligi zodi qanchalik ekanligi kishilarga sirpeti qilaverdi. Almaliqdagi jami masjidiga o't qo'yish voqeasi yuz bergandan keyin Navkatda Chag'atay mamlakatining katolik muxlislarga qandaq muomalada bo'lishi kerakligi to'g'risida bir-biriga qarma-qarshi bo'lgan ikki xil fikr paydan-pay oshkorlanishga boshladi. Toshtemir Bahodir bu voqeada cho'qim Amir Qamardan Do'g'latning qo'li borligiga ishonadi. Chunki Chag'atay ordusidagi biror huquqdor Amir Bekning qo'llashiga erishmasa, qattiq ehtiyot choralari ko'rilgan jami masjidiga qatorlar bir qadammu yaqinlashilmagan bo'ladi. Shunga bu voqeada orqa terak bo'lgan ashu Amir Bekni tortib chiqarish uchun u Tug'luq Temirxonga mamlakatdagi qator muxlislarni cho'qim qattiq taqib ostiga elish taklifini berdi. Bu taklif hammadan avval xon inisi Temur Malik va Shayxul Islom Mavloni Shayx Arshidin Daliyullohlarning qo'llashiga erishdi.
Xanның xabgahida bulunğan bir qitimliq söhbətdə Taşdemir Bahadır özünün bu haqdaki fikrini o'ttirg'a qo'ydi. Menimcha, dedi u o'zidagi bu vaqadagi shubha gumonlarni so'zlab. Tömür Malik darhol odamlarni ishqa selib, bu vaqa yuz bergandan keyin mökib olgan, keçib ketgan shubhali qatallarni tintish qilib tepib chiqib, ularni ta'xirsiz qamoqqa ilishi va el-ulus ichidagi har turli ishlarga yaqindan ko'z quloq bo'lib, yuz berish ehtimoli bo'lgan har qanday vaqaga qarshi turishi lozim. Janobi Amir Kibir, tutilgan shubhalik odamlarni qanday bartaraf qilmoqchisiz? deb so'radi shu kundagi suhbatga qatnashgan xon muhrdori Yalliq Tayshi Bahodirdan. Albatta, o'z payildan yanmagan shubhali qatallarni qattiq ta'qib qilish kerak. İş hareketlari anchalik shubhalik bo'lmaganlarning masalasini aniqlab chiqilgandan keyin gunohiga to'g'ri qildirib qo'yib berilsa bo'ladi, dedi u javoban. Xo'sh, shundaqmi deyli, dedi Yalliq Tayshi uning so'zini mulohiza qilib ko'rgandan keyin. Chag'atay mamlakatida qatallar nihoyat ko'p-ku. Siz ularning hammasini boshdan oyoq tahqiq qilib chiqish kerak demoqchimi? Men bu qatallar to'g'risida alayda bir turlik chora yasab tuzilish kerak deb qarayman, dedi Taşdemir Bahodir o'zining maqsadini uningga tushuntirib. Biroq siz baya so'z harakatlari shubhalik bo'lgan qatallarning hammasini tutib, bir-birlab so'roq qilish kerak deb aytdingiz-ku. Men texi o'z mudoyimni to'liq aytqinim yo'q. Mubada xon oliylari ijozat bersa, maqsadimni tushuntirib o'tsam, dedi Taşdemir Bahodir. İcazat sana, qini tafsilroq so'zla, dedi To'g'liq Temirxon uningga. Men qatallarning Chag'atay saltanatiga qarshi bo'lganligi har qanday so'z harakatlarini qat'iy ta'qib qilish lozim deb qarayman, dedi Taşdemir Bahodir xonga ta'zim bajo keltirgandan keyin. Chunki ular To'g'liq Temirxon oliylarining islohot tadbirlariga o'zlarining tishtirnig'icha qarshi ekanligini, islom dinini asos qilgan Chag'atay saltanatiga hargizmi itoat qilmaydiganligini qayta jahillarcha ifodalab kelmoqda. Ular To'g'liq Temirxonning hokimiyatini ag'dirib tashlab, sap qatal hokimiyatini qurib chiqish uchun hatto xon oliylarining hayotiga suiqasd qilishdan yanmadi. Demak, mamlakat miqyosida qancha qitim g'aliyan chiqqan bo'lsa, hammasida qo'li osmondan, puti yerdan uzilgan ashu yurt buzuqlari mashum soyisining agib yurganligini ko'rmoqdamiz. Orada ularga qanchaki siliq, yumshoq muomala qilgan siri ular haddidan eshib, osmonni qalpoq, zaminni paypoq qilib, jahonni beshiga kiyishdan yanmadi. Ular uchun Rim Vatikanligidagi papaning bir ig'iz so'zi Chag'atay saltanatining suridan ming hassa afzalroq. Bu chaqda xon inisi Temür Malik uning so'ziga luqma soldi. Shuning uchun mamlakatdagi qatal muxlislarga hargizmi rahm shafqat qilmaslik, balki texmi qattiq qo'l bo'lish kerak deyishiga To'g'liq Temirxon uning so'zini bo'lib tashladi. Sen elda qanchalik qatal bo'lsa, shunchilikini o'ltirish kerak demoqchimi? Tantakligimni kechirgaysiz, janobi xon oliylari, dedi Temür Malik xonga darhol ta'zim bajo keltirib. Bu chaqda bayaqdan ularning so'ziga quloq silib jim o'ltirgan Shayxul Islom Valiyulloh o'rnidan turib mundaq dedi. Garchi hammasini o'ltirishning zaruriyati bo'lmasa-mu, ammo so'z harakatlarini qattiq ta'qib ostiga elish, qamash, zindonga tashlash, hatto jazolash orqali qatallarni o'z ixtiyoricha so'z harakat qila olmaydigan qilib tashlash kerak. Onundan boshqa belgilik surib bekitib, ularning musulmonlashish qadamini tiziltish lozim. Shayxul Islom janoblarining so'zlarini toza lozim topmadim. Chunki mundaq qilganda o'zimizga dushmanni texmi ko'paytib olamiz, deb beshini chayqadi xon muhrdori Yalliq Tayshi. Suiqatchi, qotil, alchoq deb qatallarning hammasini bir tayoqda haydashga bo'lmaydi.
Ularning arasida şundaq adamlarmı bar ekanki, ular xan aliylarga, Çağatay saltanatiga xuddi siz bilan bizga o'xshash sadoqat bilan jon fidolik ko'rsatmoqda. Masalan, Qatal missioneri Lavrentiy hazratni elib aytsak, yana misolan Xanish Zamoran bibini elib aytsak, ular ashu vaqada xan aliylarning hayotiga kepil bo'lib qoldi-ku. Her halda Richardga o'xshash odamlarni saq qo'yish to'g'ri emas, dedi Shayxul Islom Mavlana Arshidin sal bo'shab. Menmi Richard Pasxalisga o'xshash ig'vogarlarni saq qolsin demoqchi emasman, dedi Bayatin Ra'iyatning so'zini anglab bir chetda jim o'tirgan Xanish Zamoran bibi suhbatga qo'shilib. Balki undaqlarning har qanday suiqasdlik harakatlarini amalga oshirishdan ilgirla ujuqtirib tashlash, tegishlik jazosini berish kerak deb qarayman. Biroq sanamayla 30 deyish, yaxshi bilan yomonni ayirmaslik, qatallarning hammasini bir tayoqda haydash meningcha to'g'ri emas. Undaq bo'lganda beliqni cho'nqurga, qushqashni to'qayga haydagandek natija bo'ladi. Qatal muxlislarining orasidagi ko'zga ko'ringan yuz obro'yliq, aq niyatlik yaxshi odamlarni o'zimizga dushman qilib olgan bo'lamiz. Shunga odatda kishilarning so'z harakatlarini paylab turish, yomon ish harakatlari sezilgan hamon ularni qo'lga ilish jazosini berish kerak. Bular faqat masalaning bir tarafı xolos. Endi masalaning yana bir tarafiga kelsak, Xanish Zamoran bibi so'zlab shu yerga kelganda qaqan eriga bir qarab etib o'ylanib turib qoldi. Bayt Faliha, nima ish turib qoldingiz? So'zingizni davomlashtirg'aysiz. Biz anglab turibdimiz, dedi Tug'luq Temirxon uni rag'batlantirib. Izin berdingiz hazratim, dedi Zamoran bibi. Masalaning yana bir tarafi shuki, biz Richard Pasxalislarning jami masjidiga o't qo'yish voqeasida mavkabdagi ba'zi amir beglarning qo'li bor ekanligini bilgan bo'lsaqmi, ammo bu voqeaga yolg'iz amir qamaridan Dug'latlar chetishlikmi yoki shuningga o'xshash bir qism beg amirlarmi chetishlikmi texi aniq bilginimiz yo'q. Shunga ojizangizning fikricha saltanatning turli islohot tadbirlariga chish tirnig'icha qarshi turgan kishilarning masalasini so'roq qilganda yolg'iz qatallarning emas, balki Amir Qamariddin Dug'lat tarafdorlarining masalasini obdan tahqiq qilib aniqlab chiqish zarur. Aqlingizga barakallah ey Baytul Faliha, dedi Davati Toshtemir Bahodir hayajonlanib. Mana siz dal men aytmoqchi bo'lgan masalani o'tirg'i qo'ydingiz. Men oldin qitim Qatal Popi Pasxalisni so'roq qilganda o't qo'yish voqeasida Amir Qamariddin Dug'latning qo'li bor ekanligini aniqlagan edi. Hozir Amir Qamariddin Dug'lat yo'shirinib oldi. Richard bo'lsa Rimdagi Vatikanga qochib berib oldi. Bo'libmi maxsus mahbus Pasxalisning shunday qattiq ehtiyot choralari ko'rilgan O'rda Afg'oniston sog'-salomat qochib ketganligi bizni cho'nqur shubhaga soladi. Demak, jami masjidiga o't qo'yish voqeasining chetishlik doirasi kardinal Richard Pop Pasxalis va Amir Qamariddin Dug'lat qatorliq bir o'chum suiqasdchilar bilan cheklanib qolmaydiganligini, balki mavkabning ichki va sirtidagi xili bir qism amir baglarning berib chetildiganligini his qilmoqdamiz. Shunga o't qo'yish voqeasi mavkab bilan joylardagi bag amirlarning o'rdiga bo'lgan sadoqatini sinaydigan imtihon mahkiki bo'lib qoldi. Mahkak oltin, kumush qatorliq qimmatbaho metallarni surkab, ularning toza yoki toza emasligini sinaydigan sinoq teshi abturdi. Tug'luq Temirxon 8-bob Amir Qamariddin Dug'lat 430-betdan boshlandi. Shundaq odamlarni bilishda ularning so'ziga qarab emas, balki ularning ish harakatiga qarab, ondan ularning qanday odam ekanligini bilalaymiz, dedi Yalliq Taysimo uning so'ziga qo'shilib. Mubada xon oliylari ijozat bersa, men o'zimning bu haqda o'ylaganlarimni so'zlab baqsam,
Janobi Mühürdar, sizga ijozat, dedi Tug'luq Temirxon uning so'ziga qiziqib. Bemalol so'zlavergaysiz. Qulluq janobi xon oliylari, deb xonga hurmat bildirdi Yalliq Taysh. Ondan o'zining o'ylaganlarini bir boshdan mufassal bayon qildi. Biz odatda kishilarning ijobiy, azgu xuy-paylini hidoyat, fazilat, shafqat, majburiyat, rasmiyat, itoat degan so'zga o'xshash sifat nomlar bilan ataymiz. Halbuki kishilarning salbiy jihatga xuy-paylini bo'lsa, zolim, shafqatsiz, talva, gumroh, hiylagar, asi deganga o'xshash sifat va nomlar bilan ataymiz. Uning so'zini qiziqib anglab o'tirgan xon bu chaqda qo'li bilan Yalliq Tayshiga ishorat qilib: "Hurmatlik Mühürdar, kishilarning xuy-paylini idora qiladigan bundoq azgu va yovuzlik jihatdagi farqlarga aniqlama berib o'tsangiz", dedi Yalliq Tayshi darhol qulluq bildirib. Bash ustiga janobi xon oliylari, hidoyat deganimiz odamlar odatda o'zlarining ish harakatlarida cho'qim amal qilmasa bo'lmaydigan o'rtaq izn nizomni, ya'ni haqni ko'rsatadi. Fazilat jahonning jimi rahat farog'atida hamma odamning o'ziga tushliq hassi va nisisi bor ekanligini ko'rsatadi. Shafqat miskinlarga chin dilidan ko'yinish, hissdoshlik qilishni ko'rsatadi. Majburiyat azgulik bilan yovuzlikning o'rtasidagi chek-chegarani ko'rsatadi. Rasmiyat jahonsozlik ishlaridagi erim-sirimni ko'rsatadi. Farosat o'zligini va o'zgini qandoq tonish, qandoq bilishni ko'rsatadi. Inovat odamning niyat iqboli va ish harakatining birdakligini ko'rsatadi. Sadoqat o'z fazilati orqali ra'iyatni hidoyatga boshlashni ko'rsatadi. Itoat sohib zimonlarning amrini tutishni ko'rsatadi. Biz yuqorida kishilarning xuy-paylidagi 9 xil azgu sifatiga aniqlama berdingiz, dedi xon. Endi siz kishilarning xuy-paylidagi 6 xil yovuzlik sifatlariga tushuncha bersangiz, izn berdingiz janobi xon oliylari. Endi kishilarning xuy-paylidagi 6 xil yovuzlik haqida iqlimdagi xaqon podshohlar tarafidan tuzilib, mamlakatda joriy qildirilgan yasoq yusuflar aslida kangirlik bilan yumshoqlikni o'z ichiga olgan bo'lsa-mu, biroq uni ijro qilganlar ra'iyatga uvol bo'lganligini bilib turib, jazoni chekidan oshiradi. Shunga bundaqlar zolim deb ataladi. Rahim qilishning o'rniga qo'lini qilichga uzatganlar shafqatsiz deb ataladi. Gunoh bo'ladiganligini bilib turib, yomonlikdan zodi qo'l uzmaydiganlarni talva deb ataymiz. Yaxshilikdan qo'l uzib, hidoyatni tark etganlarni gumroh deb ataladi. Qo'ynidan elib qo'nchiga soladigan hiylagar deb ataladi. Sahib zimonlarning amrini tutmaganlar asi deb ataladi. Undaq bo'lsa, qani aytib beqingchi, janobi Yalliq Tayshi, deb so'radi Tug'luq Temirxon uningdan. Kishilarning xuy-paylidagi bundaq azgu yovuzlik sifatlarining manbasi nima? Qulluq janobi oliylari. Kaminilarning qarashicha bu sifatlarning paydo bo'lishiga tabiat dunyosidagi metal, yog'och, suv, o't va tuproqdan iborat 5 omilni manba qilib ko'rsatish mumkin. Masalan, osmondagi nur ziyo, shams qamar, 7 sayyora va yulduz axtarlar zimindagi jimi, muzakkar muhannas manoat raishlikni o'ziga taqozo qilganligi uchun tabiat dunyosidan 5 omildan kishilarning xuy-payliga ta'sir ko'rsatadigan chuchumal, tuzliq, achchiq, tatliq va qirtoq 5 xil ta'm, ko'k, seriq, qizil, oq, qora 5 xil rang, uchuq, yo'ruq, tutuq, shamol, yomg'ir va tumanliq 6 xil klimat hosil bo'lgan. Shunga kishilardagi havoyu havas, azgu yovuzlik, shodlik, xafaliq, g'azab,
nafrat, g'am, g'ussa, arzu, tilak qatorliq 6 xil kayfiyat jaranglik, jarangsiz, so'ziq, üzük va quvuz tavushlaridan iborat 5 xil tavush orqali ifodalanadi. Demak, osmondagi nur ziyo, shams, qamar, 7 sayyora, yulduz axtarlar bilan zimindagi ochiq yo'ruq, tutuq shamol, yomg'ir va tumanliq kelimat kishilardagi havoyi havas, azgu yovuzlik, shodlik, xafalik, g'azab, nafrat, g'am, g'ussa, arzu, tilakdan iborat 6 xil kayfiyat o'tirsidagi muayyan muhozinat buzilganda o'zaro inoq o'tadigan odamlar yovuzlashib, g'aljirlik qiladigan darajaga berib yetadi. Undaq bo'lsa, janobi muhrdor, tabiat bilan odamlar o'tirsidagi bundaq muvozinatni qanday qilganda unumli tangshigili bo'ladi deb so'radi xon uningdan. İltifatınızga sanat canabi sahip qaran aliylari, dedi Yallah Tayşi. Tabiat bilan odamlar orasidagi bundaq muhozinatni unumli tangshash uchun amir qamaridan dug'latga o'xshash insof, diyonatni bilmaydigan noahli odamlarni saltanat ishidan chatlashish, fozil, diyonatlik odamlarni saltanat yurtdorchilik ishlariga ko'plab silish kerak. Azaldan jahonni bo'ysundirgan xaqon podsholarning hammasi fozil, diyonatli kishilarga tayinib ish ko'rganlikdan Tangri ularning qo'lidagi jahongirlik shamshirining farqiroq bisini g'alaba va nusrat kelinining chehrini aks etkizdigan jahannamiga aylantirdi. Ularning qo'lidagi qudrat tug'ini farmonlar berish va ziminlarni bo'ysundirish cho'qqisiga ko'tardi. Demak, shuni ko'rilishga bo'ladi-ki, qudrat tepib jahongirlik kamrini belga bog'lamoqchi bo'lgan har qanday bir hukmron o'zining murod maqsadlarini cho'qim qo'lidagi saltanat qilichiga tayinish orqali ishga oshira oladi. Qandillardagi shamlar chechaklab charastashga boshladi. Vaqt xubtandan oshgan edi. Tug'liq Temirxon asta o'rnidan turdi-da, hurmatlik zoti aliylar, bugungi suhbatimiz mushu yergachilik bo'lsin. Endi sizlarga ijozat, deb ularning qaytishiga ijozat berdi. Suldus qavmining ulusbegi Amir Bayon Suldus bugun atiganmu har kundagi odati bo'yicha muhim deb qargan arz shikoyatlarni oldirab ko'zdan ko'chirishga boshladi. To'satdan u Dug'lat ulusidan bo'lgan Amir qamaridan Dug'lat deydigan biraylarning arzida 14 yoshlik cho'ri qiz bilan 16 yoshlik g'ulomning nomi yozilganini ko'rib, ko'zi pallada yorib ketgandek bo'ldi-da, bu arzni to'limu astoydillik bilan boshdan oxiri o'qib chiqdi. Ondan bu arzni chatga surib qo'ydi-da, cho'ki bilan chaqiriq bishartini berdigan jazni 3 qatim yenik chekib qo'ydi. Jazning unini anglab, busugi yanida turgan sarmunshi Amir Bayon Suldusning huzuriga kirib keldi va xizmatlarga farmon berman hazratim deb ta'zim qilib qo'l bog'lab turdi. Amir Bayon Suldus bir chatda surib qo'yilgan heliqi arzga ishorat qilib, "Munoni al. Uningda yozilgan tartuq pishganlarni oldimga kirgiz", dedi. Sarmunshi labbay deb engishib ta'zim qilgandan keyin adab bilan sirtqa heliqi arzni oldi-da, kaynicha sho'xshib minib xonada chiqib ketdi. Bir pasdan keyin Sarmunshi tartuq pishkashlarni xizmatchilarga ko'targizib, ulusbegi Amir Bayon Suldusning huzuriga akirdi va ko'rsatma bo'yicha heliqi cho'ri qiz bilan g'ulomni Amirning huzurida qoldirib qo'yib, qolgan tartuqlarni g'aziniga aparg'izib etish uchun xizmatchilarni boshlab chiqib ketdi. Amir Bayon Suldus beshiga yolg'un terisi bilan tashlangan mo'ng'ulcha din qalpoq, ustiga yeshil rangli Hangzhou tavrida tashlangan yan izmilik sansan joy kiyib olgan bo'lib, jo'ning ustidan kumush to'qiliq kangri, anlik qizil bulg'ari tasma bilan belini mahkam bog'lab, sepi bilan qig'libiga har xil qimmat baholiq
marğub taşlardan köz qoyulgan çıraylık Türkmen xanjarını kindikinin üstüden kəmiriga qıybaş qılıp tıqıp algan edi. Çaqnap turgan közleri, yoğan panak burni, qilin çar saqlı, qoruq besip ketken pişanısı, sal qızıl arlaş, buğday önlük yüzü, onun bozqır xalqıdan bolgan qarı mangıt urğıdan işkelligini roşan ifadalap turatdi. O aldıda tartınıp turuşkan çöre qız bilan Gulamni özüge yaqırak kelishke buyurdi. Her birge yaqindan jilap qarap ketdi de öz özüge: "Pah, dünyada tengdiş yok, tolu az dep bildigan güzeller ekan-ku" dep bichirildi. Yana bir qitim sinchilab qarab etgandan keyin ulardan ko'zini uzmay turib Mahrimiga: "Bularni arqaramga apirib qo'y. Amdan tashqarida mening qabul qilishimni kutib turgan heliqi Amir Qamariddin Dug'lat deganga bugun Ulus-Begi hazratlarining tabi yo'q. Alloh xolsa atimo yoki o'gunmo qaytib kelgaysiz deb aytib qo'y" dedi. Haqiqatan bu güzel çöre kız bilan Berna Gulamni ko'rgandan keyin Amir Bayan Suldusning ko'zlari xumarlashib, beshi kuchlik majun yegandek parrada aylanib, xuddi bazgak bo'lgan odamdek butun atrof a'zoyi birdilla titrak olishib, lassida bo'lib qoldi. Şuna bu qeyri Suldus Ulus-Begining kesili qachonqi tartib qilingan aşı çöre kız bilan Gulamga qanmoqcha zoti saqaymas edi. Buni Amir Qamariddin Dug'lat nadimi bilsin? Uçsığa bozran kimxab ton, belida yapılaq kumush to'qiliq pota, beshida yo'g'on ipak salla, pastga qarab tushgan mo'ylavlari engaklarini qaplagan, quyuq mash guruch saqili bilan qo'shilib ketgan qizil yuzlik qursoq salgan Amir Qamariddin Ulus-Begi Amir Bayan Suldusning oldiga kelib, ikki pukilib salom qildi. Çağatay memleketinin zemini ve kök qarining tayanchi, Çağatay Ulus-Begining Ulus-Begi, kalanlar kalami, alimlar alimi, xallar xani, Amir Hazam Bayan Suldus hazratlariga bizden cho'nqur mehr muhabbatlik ve birodarlik salimi bo'lg'ay. Sana salam bo'lsin. Çağatay memleketidagi İslam diyanetining egalarining ikki qo'li sening martabangning texmo yuksak pallalarga ko'tarilishini, sening muborak sho'langning islom olamiga taksi sepilishini arzu qilib, kechayu kunduz duodadir. Ular har kundagi 5 vaqt namozidan keyin sening muborak sha'ningga atab hamd sana aytishmoqda ve İslam alimining baxtiga seningdek adli ve adolatlik Ulus-Begini yaratgan Tangri Taologa shukrona qilishmoqda. Ulus-Begi Amir Bayan Suldus uning ikki eshakka yuk bo'lg'idek uzun so'zilgan bu madiha so'zlarini ancha tushunib ketmadi. Shunga nima deb javob berishini bilolmay og'zining uchida: "Amir janoblari, o'zingni aman esan, sog' salomat bo'lg'aysan" deb qo'ygan bo'ldi. Ondan dug'lanib qolgan ko'zlarini chimchiqildi. Amir Qamariddin Dug'lat, sizlar Dug'latlar bilan biz Sulduslar orasidagi gina adovatning uzoqdan beri davomlashib kelayotganligini o'zingmi bilsan? Gapni uzatmay qani aytib baqinchi, sening bu yerga kelishingdagi muddaiying zodi nima? deb so'radi. "Sadig'on ketay, Amir janoblari", dedi Amir Qamariddin Dug'lat tamog'ini qirib, u dumbisini egar qachab yig'ir qilayotgan otdek silkib qo'ydi-da, yig'lamsirab mundaq dedi: "Laneti qari tapan malchi to'liq temir Dug'lat qavmidan zo'ri bilan Çağatay taxtiga xon bo'lib oldi. Bu sana ayon. Biroq u Dug'latlarning tuz haqqini oqlamayla qolmasdan, balki yana ko'plab jafolarni soldi. Uzoq yillardan beri qon ter badliga ishlagan xizmat to'kpimizni butunlay unutdi. Akam Amir Bulaji o'lgidi, nafratlik yetim o'g'loq Tug'luq Temir darhol yuzini ta'tir qilib, "Man yo'qol, kat, endi sana bu yerda ish yo'q" deb meni yiroqqa qo'ydi. Mana o'zingni ko'rib turibsan.
Ben iki kolumnu burnumga tıkıp senin aldığınga panahlık tilep geldim. Kış kattık, kar kelen, üstü beşim yalan yupun. Yenimde bir dal karçak tuşluk vacim yok. Bana şu halatta seni panah tartıp özümni koynunga etişke mecbur boldum. O sözüne devam kıldır almastın, kekertegi boğulup, öңірep yığılap ketdi. Sabır kıl, ey Qamariddin, sabır kılgaysan. Allah Taala bendelerge her vakit yar yölek boludu. Dep Emir Bayan Sulduz onun ko'nglini yazdi. Hech qisi yo'q. Ajri to'shqan ketidi, rizqi to'shmagan qoladi. Emir Qamariddin Davlat ko'z ishini yengi surtib, sözünü davom qildi. Davlatlar at ürkigen yeriden yürümez, qo'rqqan yeridan o'tmas degan bir so'z bor. Uluspiki janoblari, biz davlatlar bilan sizlar sulduzlarning orasidagi ashu ko'ni adovat tufaylidan men aslida sening oldinga sarg'ayib kelmasman deb o'ylagan edim. Biroq 30 yil xizmat qilib, hala bugun yeshim 60 ga kirgan chig'imda issiq uydan qo'g'langan meningdek notvan bir qeriga seningdan boshqa kimni panolik berar? Mana shuning uchun oldingi beshimni egib keldim. Endi insof seningda. Men oldingda tiz bukib o'tiribdiman. Senmi o'tmishdagi ko'ni adovatni unutib, meni ochliqdan, sovuqdan o'lmagidek holatda himoya qilib, beshimni silarsanmi? Emir Qamariddin Davlat. Gerçi davlatlar bilan sulduzlar orasidagi gina idovat tarixdan buyon davom qilib kelgan bo'lsa-mu, biroq dedi Emir Bayan Sulduz uning so'ziga udul javob bermasdi. Biroq bizda egilgan boshni qilish kesmabdi degan bir hikmatli so'z bor. Bugun sen to'limi bichora va sulg'un ko'rinsan. Gaping bo'lsa ochiq aytavergin. Qani sen nima demoqchi? Uluspiki Emir Bayan Sulduz texi o'lguni yo'q. Mening tug'luq tumir bilan chiqisholmasligim, dedi Emir Bayan Sulduzning so'zlarini anglab ko'ngli tingan Emir Qamariddin Davlat. Uning noinsofligiga zodi taqat qilib turolmadim. Dunyoda ishi har vaqt shundoq bo'ladi ekan. Atiganda xo'shal bo'lsang, kechqurun xafa bo'lib qoladi ekansan. Bir kun arzu armoningga yetsang, 10 kun xohishlik, parishonlik tepib oldi ekansan. Biroq men o'ylaganimni ichimda saqlay olmaydigan sodda bir odamman. Shunga mushukamgacha hech kimdan yiqqan emasman. O'tgan voqealar birdilla esiga kelib qilib, qaqoqlab kulvatdi. Biroq shu chaqda o'zining ag'inisi Emir Bulajining ulusbigilik martabasini talab qilib, Chag'atay xoni tug'luq tumirining oldiga borganda, uning rad qilish uchirganligi, ondan Almaliqdagi jami masjidiga o't qo'yish voqeasida kuyib o'lgan ağzı Emir Tölek birdilla esiga kelib, uning kulkisi. Voy, yeli kulsan, yeli yig'laysan. Ey Emir Qamariddin Davlat, sen o'zing saqmi qandaq? Deb Emir Bayan Sulduz gapni boshqa yoqqa burdi. Deb seningdan xo'shal bo'lgan edim. Bu nimasi? Dunyoning ishlari rostilla qiyin ekanda, qurib ketsin shu dunyo. Ey Qamariddin, sen hammomga kirishga qaraganda hammomdan chiqish qiyin degan gapni anglamaganmi? Al-Ulus arasida yo'ldan ozg'anlar ko'payib ketdi. Ular texi bundaq hodisani yaxshi tushunmasdan, voy tug'luq Tumirxondan yaxshi xon bormi dunyoda deb xuddi mastugidek og'izlarini ko'pikiltib yurishidi texi. Hay, uni bir dema deb ulug' kichik tinib qo'ydi Emir Qamariddin Davlat. Sening bilan har ikkilimizning inkiga saqal chiqqandan tartib marhum Chag'atay xoni Esenbug'a xonning tug'luq Tumir ismli bir o'g'lining bor ekanligini anglamagan edi. Ağam Emir Bulajidan zo'ri bilan ashu nafratli qara tapan malchining taxtali o'ngdan kelib, Chag'atay saltanatiga nayt osonlik xon bo'lib oldi. Shuningdan tartib sening bilan mening bu beshimizga qanday falokatlar yog'midi deysan. Sening bilan biz uningdan qanchalik yaxshi ko'rib ketdik. Emir Bayan Sulduz bir chaqlarda Emir Qamariddinning taqi turqin
turqidan kulginni esiga tushib, ko'z oldida turgan uning usti boshlarga nazar soldi. Boshqa tushkunni ko'z ko'radi ekan, deb kulib qo'ydi. Onun bu sözü Əmir Qamariddin Doğlatning yuragidagi o'tni o'chirmayli qalmasdan, balki bu o'tni texim ulg'aytibdi. U levini tishlab uzvatgidek chaynidi, tishlarini g'o'chirlatdi, hasrab eg'ir nafas oldi. U har bir eg'iz so'zini so'zlaganda ovozi g'alati chiqadi. "To'g'liq Timur, sen itni aldab turib urdi ekansan", deb so'zildi u o'z-o'ziga. "Ey Əmir Qamariddin, bilamsan", dedi Əmir Bayan Sulduz. "It hamma vaqt itdir. Şunu uni aldab ursumu, tutib ursumu bo'laverdi." "O'g'u, shundaq, hurmatli Ulusbegi janoblari", dedi Əmir Qamariddin Doğlat kuchuklanib. "Mening To'g'liq Timirga munchalik tish tirnoqimgacha o'ch bo'lib ketishim faqat o'zim uchun emas. Gerçi hozirgi martabam, o'rnim poygahda bo'lsa-mu, ammo murod maqsadlarim Tangri tog'larininkidek yuksakdir. Men seni o'z og'am, yo'lboshchim deb tushunganligim uchun hala bugungi kun sening oldingda qo'l bog'lab farmon bardarman bo'lib turibdiman. Lanet qartapan To'g'liq Timirning atrofini o'rib olganlarning hammasi faqat putining uchunmi ko'radigan bir to'p irodasiz odamlar. Biz tok bo'lsak, senmi tok bo'lsan. Biz ash bo'lsak, senmi ash bo'lsan", dedi Ulusbegi Əmir Bayan Sulduz uning so'zini bo'lib. "Duo qil, bizdan davlat iqbol ketmasin." Ulusbegining so'zi Əmir Qamariddin Doğlatga xuddi majuni keldingdek tez ta'sir qilib, uni qattiq ruhlantirdi. U darhol ikki qo'lini ko'tarib duo qildi. "Ilohim, etqining kelsin. Amin." Nazm. Adam jani teni tilsimdir biroq, arlash pak go'har va qaro tuproq. Bu tilsimni pora qilg'ashqa palak, pakliqda ketar tuproqqa tuproq. Jaloliddin Rumi. 8-bob oxirlashdi.